Boya sizlarga ko'rsatib o'tgandim kashishlarni. Oqlagan sepgani, emas sepganim. Kimni yaxshi separkan, kimni chiroyli chiqarkan degan joy mana shu joy edi. Unda kuzda 25-oktyabrda sepilgan. Mana bugun 7-fevral. Ko'rib turganingiz ochiq darada kashishlarimiz, o'sha kashishlarimiz chiqib turibdi. Mana shu ikkita pol oqlagan sepgani, bundan buyog'i men sepganim. Mana o'zingizlar baho beringlar. Bu mana men sepganim bu poldan buyog'i, bu poldan buyog'i oqlagan sepgani. Mana bu bunisi ikkinchi anaqalari kam tushib qolgan. Mana anaqam o'zim baho berishim oqlagan chiroyliroq sepgan edi. Lekin buni urug'i sotib olgan urug'imiz puchroq ekan. Puch ko'p ekan. Shuni hisobiga ham ularniki sal seriroq chiqib qoldi. Bu taraflar men sepganlarim. Men sal urug'i ko'proq sepgandim, mendik tarafim yaxshi anaqasi chiqdi. Urug' puch bo'lgani, keyin sovuq ob-havo bo'lgani hisobiga men ko'proq sepgan bo'lsam ham urug' yaxshi chiqib berdi. Bularniki me'yorida ideal sepgandilar-da, sepishlariga qoyil qoldim, chunki cho'tki qilib sepotdilar-da. Lekin shu urug' puch bo'lgani, sovuq bo'lgani hisobiga mana kamroq chiqib qoldi bu taraflar mana. Shunaqa gaplar. Hozir kashishlarimiz shu holatda, xudo xolasa, endi buni ustiga agrovolat, plyonka yopib qo'ysak, buyog'i tez yetiraveradi.